Bugun oylik oldim-ku men. Adasi yaxshi bo'ldi, как раз kelgan hafta yurishim bor edi, o'shanga yeng ko'ylak olaman. Voy, sizga Abduqodir Husanov futbolkasini olib beraman. Yaxshiyam past kartamdagi pulni bilishmadi. Rahmat o'g'lim, rahmat. Nasib bo'lsa pensiyangacha qaytaraman. Oyi, O'g'lim, etishing shart emas, ko'tarib bilaman. Sato, mana bunisini hech kim bilmaydi. O'g'lim. Pulum. Dilshoda! Voy, yig'ib bo'lgan pullarimni sen olgansan. Momaga mashaq bo'lsa-ki. Men pulga 4 ta balon olishim kerak edi. Kal bo'lib ketding, momaganman. Iloyim etgansiz tavba qildim. Nima bo'ldi? Tishdimi? Nima baqirishaqir bolalar? O'g'lingiz tuhmat qildi. Nima mana shu pullarni olgan ekanman. O'g'lim, kelinimni yuzi tortsa ham o'g'riga, lekin xarakteri unaqa emas, bolajonim, tuhmat qilma kelinga. Adab abramas pulni keliningiz olgan. Undan ko'ra bolam telefoningga Binamo platformasini skachat qilib olganda, trade qilib bemalol pul topsang bo'ladi. Bolam oylik kutib o'tirmasdan. Abramas keliningizdan ko'ryapman deb adaman bu pulni. Bo'ldi qil o'g'lim. Bir kun janjal bo'lgan uydan 40 kun baraka ketadi deyishgan. O'rgildim. Arzimagan 8 ming so'm pul uchun shuncha muammomi? Dapal bo'l, o'g'lim.